Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda internetda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov unga sassiq gapirgan marhamatlik 3 ayolni 15 sutkaga qamatgani haqida gapirgan audio tarqaldi. Deputat Rasul Kusherbayev hokimning audiodagi gaplariga munosabat bildirdi. Ro'ziyev sharmanda qilgan ekan, endi bilinayapti. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoning sobiq hokimi haqida gapirdi. Tanzila Norboyeva bolalar bog'chasidan tortib to oliy ta'limgacha jinsiy tarbiyadan ta'lim berilishi zarurligi haqida gapirdi va kunning boshqa muhim xabarlari. Internetda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov unga sassiq gapirgan marhamatlik 3 ayolni 15 sutkaga qamatgani haqida gapirgan audio tarqaldi. Audioda hokim jurnalistlar haqidagi fikrlarni ham bildirgan. Ushbu audio qachon va qayerda yozib olingani ma'lum emas. O'tgan kuni jurnalistlar bilan anav qildim. Press konferensiya qildimda, birlikda tashkilot chaqirishyapti, mashlarman savol javob qilamiz. Hammasini aytib bordim. Mendan savol javob qilishyapti. Men javob beraman qilyapti. Bular hammasi men topshirig'im bajargan. Nima savoling bo'lsa berdim. 2,5 soat gapirdim. Savol berishim ham bittasi ham. Endi dedim qizil chiqmay qoladi dedim, endi bir ikkita savol berib qo'yar edim biz hali. Shuni mana kichik savol berish kelishdi. So'zimni boshdan aytib qo'ydim, kelib turib. Men eshitib oldim, Toshkentdan kelmasa qayerdan kelgan bo'lsa. Men ishlaydigan hokimman dedim. Hamma yo'g'imni sog'lig'imni hamma yo'g'imni tikib qo'yib yuribman dedim. Menga kichik savol berishmagin dedim. Normal savol ber, normal gaplashamiz. Agar qitig'imga tegsa dedim, men qo'yib yuboraman dedim. Xatoga gapiraman, dedim, hamma yo'q sizga so'kib ketadi. Normal savol odam bo'shab gaplashmayman bilan. Bu baribir ularniki anaqa qo'zib turadi-yu. Endi aylantirib ko'rdi bir ikkitasi. Tahsilot turib qo'ygandan keyin hech narsa yo'qmasdan yaqin borib boshqa familiya bilan bir narsani chiqaryapti. Erkamiz, hezalak, o'zing nomingdan yoz. Menga Hasanboy kelib qatnashyapti nomimda. U yoqqa borib Hasanboy nomidan chiqarishyapti. Charchab tushsam 5-6 odam qabulga turgan ekan. Qabul qilmadim. Endi ular shallaqlik qilishibdi. Mana hozir shundaqa milinki bo'lib o'tiribdi, 15 ga qamatib qo'ygan. Hangilda o'tiribdi? Kechagina marhamat ishlik yig'ilish qilib tushsam, tashqarida bittasi baqiryapti, men yig'ilish qilyapman. Tushsam 3 ta shallaq, 5 ta, ikkitasi nogiron, bittasi unaqa. Nogironga tegmadi uchun unaqa tiqib qo'ydim 15 ga. Mana marhamatlar bo'lsa, shundaqa jimjirib qoldi marhamatlar. Marhamatga kelgan yuragim bezillardi, 5-6 xotin dastidan. Tiqib qo'ydim olib. O'ziga arnasini gapirdim, o'ziga zeb berdik. Shart hujjat qildim, olib ketib qo'ydim. Viloyat hokimiga, prezident vakiliga ular sassiq gapirganligi uchun. Davlat bor, Xudoga shukr. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev muhokamalarga sabab bo'layotgan mazkur audio yozuvga o'z munosabatini bildirdi. Bir shaxsda vakolatlarning haddan ortiq ko'p bo'lishi atrofdagilarga qimmatga tushadigan holatlarga sabab bo'ladi. Ustiga ustak, agar bunday vakolat egasi tarbiyadan yiroq, muomala madaniyati yo'q, bilimi past, 200lamachi bo'lsa, bu chinakam fojia. Ko'plab amaldorlarning qo'pol muomalasi va qonunlarga tupurib qo'yib, feodal zamon kabi kimni istasa, o'shani 15 sutkaga qamatib yuborish prinsipi yaqin tarixda paydo bo'lib qolgan boshqaruv uslubi emas. Men buni Lenin inqilobidagi hokimiyat, boshqaruvni dehqon va yupunlarga ber degan siyosatning oqibati deb bilaman. O'z davrida bilim, odamlar bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lmagan bir guruh zaif odamlarning boshqaruviga kelishi tabiiy ravishda ular tomonidan qo'rqitish, so'kish, do'q-po'pisa qilish orqali boshqarish institutiga asos solinishiga sabab bo'lgan. Va bu institutining usullari bizda hali ham meva berishda davom etyapti. Andijon hokimi masalasida esa hokim buni qachon aytgani muhim emas. Muhimi, u Lenin sabab boshlangan boshqaruv maktabining sodiq vorisi bo'lib, vakillik, sud organlari ustidan amalda mutlaq hokimiyat o'rnatib olgan feodal zamoniga mos insonligi. O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish, majburiy mehnat va boshqalarga qarshi kurashib dunyoga yuz tutib borayotgan bir vaqtda qanchalar xunuk va sharmandali holat. Hech bo'lmasa demokratiya hurmati uchun ham hokim janoblari Andijonning hokimi mutlaq ekanligini bildirib maqtanmasa bo'lardi-ku. Biz shundoq ham bilamiz, sizlar zo'rsizlar degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev.
Oliy Majlis Senati va gender tengligi masalalari bo'yicha komissiya raisi Tanzila Norboyeva 12 noyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bolalar bog'chasidan tortib to oliy ta'limgacha jinsiy tarbiyadan ta'lim berilishi zarurligi haqida gapirdi. Ginekolog masalasida qizlar ko'rinmasligi kerak degan stereotiplar bor. Jinsiy tarbiya masalasi biz uchun yopiq mavzu hisoblanadi. Hech kim gapirishi mumkin emas. Deyarli ko'p oilalarda, hattoki ota-ona ham farzandlariga shu narsalarni gapirmaydi. Bu noto'g'ri. Biz o'ylaymizki, jinsiy tarbiyani yosh bolalikdan olib borish kerak, deydi Senat raisi. Uning ma'lum qilishicha, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi qoshida Mahalla va oila instituti tashkil etilgan. Unda ota-onalarga qiz va o'g'il bolalarga jinsiy tarbiya mavzusida qanaqa ko'nikma berish kerakligi bo'yicha katta loyiha boshlangan. Prezident tashabbusi bilan maktablarga kiritilgan tarbiya darsida albatta jinsiy tarbiya, gender tenglik masalasi ko'rib chiqiladi. Gender tengligi masalalari bo'yicha komissiya vazirliklarga shunday topshiriq qo'ygan. Qizlar va o'g'il bolalarga bu borada alohida bilim berish rejalashtirilgan. O'quv dasturlarini shu darajada noziklik, bilim bilan qilishimiz kerakki, o'g'il bola va qiz bolaga kerakli bilimni berishimiz lozim, deya qo'shimcha qilgan komissiya raisi. Maktabgacha ta'limda yoshga mos qilib, o'zini doirasida, yuqori sinflarda va oliy ta'lim muassasalarida qizlar va o'g'il bolalarni oilaga tayyorlash, reproduktiv salomatlik, tug'ish, saqlanish, qarindosh urug'lik nikohlari va boshqalar to'g'risida ochiqdan ochiq ma'lumotlarni berishimiz kerak. Biz yopganimiz sari internet ochiq. Internetda yomon narsalarni o'rganish mumkin. Bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun undan ko'ra do'st bo'lib, dugona bo'lib, ota, aka, uka bo'lib ma'lumot bergani foydaliroq deb o'ylayman, degan Tanzila Norboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifining 2-kunida viloyat faollari, mahalliy kengash deputatlari, vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda viloyatning sobiq hokimi Zafar Ro'ziyev haqida ham to'xtaldi. Bu haqda Daryo manbasi xabar berdi. Davlat rahbari yig'ilish avvalida viloyat o'z salohiyatiga mos yashamayotganini keskin tanqid qilib, bunga sobiq hokim Zafar Ro'ziyev sababchiligini ta'kidladi. Janob Ro'ziyev sharmanda qilgan ekan. Endi bilinyapti hammasi. Qashqadaryo zo'r, gazi bor deb yuravergan ekanmiz. Viloyat respublika gazining 63% beradi, ammo odamlarda gaz yo'q, suv yo'q. Qashqadaryo eli shunga munosibmi? Qani adolat, degan davlat rahbari. Prezident viloyatining ayni kundagi rahbari Zoir Mirzayev haqida ham fikr bildirgan. Zoir Toyirovich sinalgan kadr, tajribasi bor, Qashqadaryoni o'zgartirish uchun olib kelingan, degan davlat rahbari. Shavkat Mirziyoyev shuningdek viloyat barcha sohada respublikada ortda qolayotganini ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, oxirgi 10 yil ichida yalpi ichki mahsulotdagi viloyat ulushi 9,4% dan 7,1% ga, sanoatdagi ulushi esa 11% dan 6% ga tushgan. Aholining ichimlik suvi ta'minoti viloyat bo'yicha 50% ni, xususan Kosonda 26, Dehqonobodda esa atigi 4% ni tashkil qiladi. Quvurlarning 60% ta'mirtalab bo'lib qolgan. Qarshi shahrining kanalizatsiya tizimi ham eskirgan. Avtomobil yo'llarining 8700 kilometri yaroqsiz holga kelgan. Shuningdek, ta'lim va tibbiyot sifati masalasiga ham to'xtalib o'tgan. Viloyatning 88 ta maktabida smena ko'rsatkichi yuqori ekani, bir nechta maktab filiali binosi paxsadan qurilgani ko'rsatib o'tildi. Qashqadaryo yoshlari oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi bo'yicha mamlakatda 13-o'rinda. Bu yil 191 ta maktabning birorta ham bitiruvchisi oliy o'quv yurtlariga kira olmagan. Tor sohalar bo'yicha 257 ta, birlamchi bo'g'inda 855 ta shifokor yetishmaydi. Hududda qo'shimcha 18 ta oilaviy poliklinika va 30 ta oilaviy shifokorlar punktlariga talab mavjud. Har bir oilaviy poliklinikaga o'rtacha 25-30 ming nafardan fuqaro to'g'ri kelishi lozim bo'lsa-da, viloyatda bu ko'rsatkich 90 mingtani tashkil etadi. Yig'ilishda shu kabi muammolar, mavjud imkoniyatlar tahlil qilinib, Qashqadaryoni kompleks rivojlantirish va aholining hayot sharoitini yaxshilashga doir ustuvor yo'nalishlar muhokama qilindi.